Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Asakadagi tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga oq rangimizdan, mokriy rangimizdan va tilla ranglardan aralashgan MD fasonda tunakadagi varianti bo'lgan. Juda go'zal holatda bo'lgan. Bu joyimiz uzunligi 980 ga 320 joyimiz. Bu joyimiz endi devor stoykan chekasi bo'lganligini evaziga shunaqa holatda bo'lgan. Narigi tomonimiz 320 ga 912 joyimiz. Uzunasiga ayvonimiz. Ikkita oyna rombi, bu tomonga bitta oyna rombi qo'yib berganmiz. Buni shapka qismi ham bor, hozir ko'rsatib o'taman video davomida. O'sha hisobda 200 kvadratga hisobimiz chiqqan. Bu joyga 200 kvadrat ketgan. 18 metr turba. Tarnoyimiz 18 metr tarno. Turbamiz 10 metr qo'yilgan. Bunaqa turbamizdan faqat bir tomoniga tushirib bering deganimiz sababiga bitta begiga, nari tomonga yana bitta qo'yilgan. 10 metr ketgan o'sha hisobda. Ichkari tomonimizga karniz qo'yilgan. Tashqari shapkamizga novoli bo'lgan, shapkani ham ko'rsatib o'taman. O'sha hisobda 200 kvadrat, to'liq 200 kvadrat, yarim kvadrat bo'lgan bu joyimiz. Hammasi bo'lib 28 million 300 ming so'mga bitgan ob'yemimiz shu. Bu tomonimiz shapka qismi novo qilingan. Bunaqa tashqariga bo'rtib chiqadigan novoyimiz, ko'ribimiz chiroyli holatda bo'lgan. Bu joyga birinchi rim stoyga quyilib, keyin regel qo'yilgan ekan. Agarda shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar rim stoyga quyilsa, keyinchalik regeldan oldin shuni ustiga regel qo'yib turib, fermani qo'yib turib, bu stoykaga bir 6-8 santimetrlik xona qo'yib ketsanglar, ozgina ko'tarib regeldi fermani. Shunda go'zal bo'ladi. Ko'ribni ham qo'yishga qiynalamiz. Endi buni kesilgan. 2-3 santimetr kesildi bu joyda. Shunaqa holat. Tunakafon xizmatlari bo'lsa, vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.